Biznes bor, hozir O'zbekistonda ham moshenik bolalar rosa ko'payib ketdi. Nimaga? Потому что bittasi Alfons moshenik desa ham bo'ladi. Yil boshida 16 Pro Max ga kiydirdi. 16 Pro Max o'zi kreditda edi, 30 million bo'yimga kredit bo'ldi. 14 Pro Max ga kiydirdi, 14 Pro Max. Monza ga kiydirdi. Полностью 5 ton qoldirib ko'ryapsiz, 5 ton qolganman gruba говоря. Qancha kasset tiqib qo'yibdi-da sizlar? Qancha kasset tiqdi va miplarim ham chiqib ketdi. Prям boshim aynib ketdi boru. Firma ochgan nomimga. Oho. 10 million shtrafi chiqqan firmani. O'shancha ilojim yo'qligida men telefon sotaman. O'zi 16 Pro Max, 14 Pro Maxdan keyin zo'rg'a ham 13 Pro Maxda yurgandim. Ha. Hamma 17 Pro Max ishlatib yursa, men hozir 13 Pro Max ishlatib yuraman. 13 Pro Max ham yomon telefon emas. 13 Pro Max siz ham qolmadi, hozircha emasmi? Bo'ldi. Men bilan to'lashim kerak. Biznes bo'lyapti lekin boru. Nech pul bu? Narxlatdim do'z. Nech pul narxlashdi? 400 ga narxlashdi. Shunaqa bersam rozi bo'lasizmi? Yo'q, конечно, voy. Mas dollarga kelmasdim unaqa bo'ladigan bo'lsa. Men хотя bitta mipim yopish kerak, потому что bitta mipim 5 million oshiq chiqyapti. Men 500 dollar deyapman. Bitta mip srochni yopmasam, uyimdagi narsalarni olib chiqib ketmoqchi o'zi. Oho. Biznes bo'lyapti. 430 dollar beraman, rozi bo'lsangiz. Qancha bo'lyapti hozir bir mip? 5 milliondan oshuv bo'ladi. 5 million 100 dan ham oshuv bo'ladi. Aha. 5 million 100 dan oshuv bo'lsa, okey, roziman. Undan kam bo'lsa, lekin to'g'ri kelmaydi. Yo'q, undan oshadi. O'zi 5 milliondan oshyapti-da. Vashye boru hozirgi bolalarga ishonch qolmadi. Ana bittasi mashinik aldab ketgan. Astag'firulloh, vatta belaki deb matchlarga kirib, men oldimda voy men tavba qilganman, voy roza tutyapman, anaqa bunaqa deb, meni 30 million Monza 14 Pro Max kamida 50 million pulga ko'tarib ketdi. 5 ming dollar bo'lyapti, 50 million hozir yarim ekan. O'zi kerak. Men sizga ahvol. Qizlar ashi ishonmaylar unaqa bolalarga, ashi yolg'onchi bolalar ko'payib ketyapti, to'g'risi. Kstati, men Anaru bankda 17 million limitim bor edi. Hop. O'sha limitni nalichka qilmoqchiman, men to'lash uchun, lekin qilib bo'lmas ekan. Faqatgina texnikasi bo'lar ekan. Dyson, iPhone olib kelib bersam, sotib olmaysizmi? Yo'q, unaqa narsalarga olmayman. Yo'q, ma'maningizni o'zini oling, keting. Rozimisiz? 430 ga unaqa bankdan olgan boshqa narsalaringizga to'g'risi aralashmayman. 430 ga tanishimam yo'q. 430 ga roziman, lekin o'sha iPhone olsangiz bo'lardi, 17 Pro Max olib beraman. Yo'q, u erta to'lovini qilmasangiz bloklanadi-yu, singlim. Mayli, iloji yo'q, bitta mipim yopaman. Tanish-bilishga chiqib qolsa. Rozimisiz 430 dollar? Bo'ldi, rozi.